Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar. Milliy bank Kataloniya shahar o'rinbosari bilan boshliqi. Sizlar bilan bugun uchrashishdan xursandman. Bizning bankimizda tadbirkorlik uchun hozirgi kunda mahallalar bo'yicha mening mahallam, mahalla biznes va biznesga birinchi qadam kredit turlarimiz mavjud. Sizlar bu kreditlardan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bizning boshqaruvimiz tomonidan mana shu mart oyining boshi fevral oyining oxirida yangi kredit kichik biznes subyektlari uchun yangi kredit modulimiz taqdim qilindi. Bu ildam kredit moduli hisoblanadi. Bu kreditimizda siz aylanma mablag'lar uchun 24 oygacha, asosiy vositalar uchun 84 oygacha 400 ming AQSh dollari ekvivalentida yevro ekvivalentida kredit olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bu kreditimizdan siz foiz stavkalari ancha past, oldingi kreditlardan qayta moliyalashtirish stavkasi +8%. Ya'ni bu 21,5% tashkil qiladi. Bu kredit ajratishimiz shakli pul ko'chirish yo'li orqali bo'ladi. Kredit grafikini siz xohlagan xohlasangiz belgilasa, xohlasangiz annuitet shaklida belgilab olishingiz mumkin. Bu kreditimizdan foydalanishda garov ta'minot sifatida ko'cha va ko'chmas mulklardan foydalanishlar ta'min qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlarda bironta bu kredit bo'yicha yoki bankimiz bo'yicha bironta savollar nimalar bormi? Agar bo'layotgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga qiziqish bildirayotgan bo'lsalaringiz, bankimizga borib murojaat qilsalaringiz, mas'ul xodimlarimiz ko'rib beradi. Hech kimda hech qanaqa savollar yo'qmi? Savollar bo'layotgan bo'lsa, bankimizga murojaat qilasizlar. Sizlar bilan ko'rishganimizda yana xursand.